Havalni puliga 4 ta Nexia 3 olib mingan yaxshi emasmi? Akajon, sizni gapingiz xuddi bitta qo'chqorni puliga 4 ta xo'roz olsak yaxshi emasmi deganday bo'ldi. Keling, men sizga hozir avtomobilning afzalliklarini tushuntirib beraman. Haval Julian avtomobilining kapoti ostida 143 ta ot yashiringan. Tashqi ko'rinishi bir qarashda odamni o'ziga rom qiladi. Avtomobilda lazerli LED chiroqlar, kojinli salon, multifunktsional rul, panorama tom, 360 gradusli kamera va head-up display mavjud. Bundan tashqari o'zini-o'zi parkovka qiladi. Harakatlanayotganingizda yo'lingizdan biror narsa chiqib qolsa, o'zi avtomatik tarzda to'xtaydi. Yana qanaqa qulayliklari kerak sizga? Siz xohlagan barcha qulayliklar ushbu Haval Julian avtomobilida mavjud. Havalning barcha modellarini 20% bosh to'lov bilan xarid qilishingiz mumkin. Mijozlarimiz uchun barcha modellarga test drive'ni ham ochib qo'yganmiz. Akajon, siz uchun Havalni shuncha qulayliklarni sanab o'tdim. Tanlov o'z qo'lingizda. Sizni va barcha yurtdoshlarimizni Haval qarshi avtosalonida kutib qolamiz.